Ay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkil için imkan fakat akil Vay ıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi hayat şahitler programımızda Qozog'istonning Almuto shahrida yashab turayotgan Abdulla Hajimning hayotini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Men Abdulla Hajim bo'laman. G'ulji shahriniki Do'ngmalda tug'ilgan. 1942-yili hozir 72 yoshga ma'lum. Mana endi men shu yerda G'uljida sharq maktabida o'qiganman. Bu yerda o'qib bir sabablardan bu yoqqa 58-yili dekabr oyida shu Olmut shahriga chiqishga nasib qilib qoldi. Shuni Olmut shahriga chiqib bu yerda endi o'zinglar yaxshi bilasizlar, Uyg'urlar endi yangi chiqdik. Bu yerda o'ris tili, qozoq tili o'qiydi ekan. Shuning uchun bularni o'qimay qilib, men Olmut shahrida Go'rigan degan mahallaga tushib, mashada sadovatda bog'bon bo'lib ishladim. Bu yerda 32 yil sadovat brigadada hem agronom hem yordamchi brigadir bo'lib ishlab, hattoki shuni pensiyaga chiqdim. Shuni pensiyaga chiqqandan keyin dadamiz bo'lsa, cho'ng odamni o'limali Ro'zam Qari degan olim odam bo'lgan. 107 yoshga kirib qolish bo'ldi. Olmut shahrida shu Qora miyazda Savtaxon degan o'limali olim odam bo'lgan ekan. Shu odamning qo'lida o'qigan ekan dadamiz. O'qib 107 yoshga kirganda qolish bo'ldi. Endi nima deymiz? Bu yerda ko'p so'zimiz yo'q. Shu 32 yil shu bog'da ishlab, shu yerda ta'limlab, bolalarni tarbiyalab o'qitib, mana Shamshi Qamar qizimni, Mehra qizimni, Abdumit o'g'limni mo'shlarni o'qitib va Kelinajonni o'qitib, mo'shlarni hammasini notarius qilib o'qitib chiqardik. Boshqa ishlarga biz endi nima qilamdik? Uydagilarim bo'lsa, shu oshxonada ishlab 32 yil qozoq eksperimentalniy degan bir shkol bo'lgan. Shu yerda 27 yil shef povor ishildi. Shuni shu ikkimiz ishlab, bolalarni o'qitib, tarbiyalab, mana bir cho'ng qizimiz Shamshi Qamar bo'lsa, notariuslarniki boshliq ishlayotdi. Kuyog'im Odil bo'lsa, shu ishlayotdi. Mehra qizim bo'lsa, notarius ishlab, o'qib, yetilib, mana hozir o'z xizmatlarini boshqarib ketib bordi. Xudo shukr, boshqa bizda hech qanday xijlat yo'q. Endi Qozog'istonga kelganimiz bilan herhalde yaxshi turmushimiz joyida, hammamiz xotirjam yashayapmiz. Mana Olmut shahrida bo'lsa, o'zinglar ko'zinglar ko'ryapti. Nihoyat yaxshi, go'zal shahar. Uyg'urlarningki endi bizda nima bir problem bor desangiz, endi bir vatan. Bir vatan degan bizda shu ko'yib turgan shu endi. Bir bayrog'imiz tiklamagandan keyin o'z bosh pana olamagan ekan va shu Qozog'iston Respublikasida yashayotgan boshniki rejim bilan mo'shlarniki qo'l ostida yurganligi uchun shu biz o'kinamiz. Boshqa hech qanday bizda ishim yo'q endi. Kichik vaqtingizda 58-yili bu yerga chiqish jo'g'arliqda vatanda bo'ldingiz. U yerdagi sharoitlar qandaqdi? Keyin berib vaqtingizda qanday bir o'zgarishlar bo'ldi? Endi u yoqqa men pat-pat kirib turibman vatanga. Bir yilda 4-3 qitim kiraman. Men yaqin yana kirib chiqdim. O'zgarishlar intayin ko'p. Endi u yerda men Uyg'urlarga endi qarash hozirgi burun shariat qaraganda hozir yaxshi. Xizmatlarga elib Uyg'urlarni ishlarga elib har holda turmush yaxshi bo'ladi. Endi hamma ishlar bo'lib turdi. Endi ko'pchilik bo'lgandan keyin yaxshi bo'ldi, yomon bo'ldi ekan. Har holda yaxshilik ko'p endi. Vatanning ichiga qurilishlarni silib Uyg'urlarni ko'tirib ishlarga ko'tirib elib, mana qo'yayotgan ishlar jiqqa. Bu to'g'riliq endi desak ish ko'p, herhalde yaxshi deymizda. Yaxshi, herhalde yaxshi. Bu Qozoq
Qozog'istondagi o'lib ketgan cho'nglar haqida biroz to'xtalib beraylik. Endi bu yerda endi ziyolarimiz intayin ko'p bo'lgan bizniki. Mana shu Abdurmahmedov bo'lsa, mana ko'tarilib hozir Uyg'ur madaniy markaziniki burun Uyg'ur teatr direktori bo'lgan, hozir mana Nazarboyevning senati 9-hay'atlarning birisi, senatorlarning birisi bo'lib ishlayotdi. Bu yerda endi Xudxo'jamiyar degan ataqli adibimiz bo'lgan, mana shuning nomida mana bugun o'tirib teatrda o'tirib, oldida o'tirib bugun Uyg'ur teatrining Uyg'ur madaniy markaziniki ichilish marosimini va shuning bayramini o'tkazyapmiz va shunda Xudxo'jamiyarning nomidan ko'p gazetlar, jurnallar chiqyapti. Uningda boshqa Ziyo Samiydi bo'lgan, undan keyin Ro'za Baqiyev degan Uyg'urlar bo'lgan va shunda ko'p odamlarimiz, ulamo odamlar ko'p bo'lgan. Saud Abdurahmon degan odam endi G'o'ljidan chiqib, nayt yaxshi kitoblarni yozib, Uyg'ur vatan to'g'riliq mana bir tom kitob chiqadi. Uni Uyg'urcha, Latincha ham o'rischa perevod qilib bu kitoblarni chiqarib, mana xalqimizga taqdim chiqib, yoshlarimiz hozir Uyg'urlar to'g'riliq, Uyg'ur madaniyati to'g'riliq o'qib yetilyapti. Men o'zim Olmati Go'rnigan shahrida turman. U yerda mana Uyg'ur madaniyatniki yigitlar Abdurashid degan bolash boshqaryapti. Ondan keyin Uyg'ur madaniyat markazidagi shubisi bor. Uyg'ur maktablarimiz bor. Ham Uyg'ur muzika teatrlarimiz bor o'zimizniki. Mana shunday ishlarni uyushtirib ketib boramiz. Bu hozirda o'tgan mesela Sabit Abdurahmon haqida biroz to'xtalib beramiz. Nima kitoblarni yozgan, qachon bu yer qanchalik yashadi, nima xizmatlarni qildi bu. Sabit Abdurahmon bo'lsa, G'ul jinoyatida yozuvchi bo'lib ishlagan. Bu odamni ko'p bo'lsa, shu Xitoy to'g'riliq ko'p qarshi kitoblar yozgan odam. Ha desa turmaga kirib ketdi, 2 oy, 1 oy yotdi, yana chiqdi, yana kirib, yana yozdi, yana chiqib ketdi. Oxiri bu Olmati ko'chib chiqqandan keyin bu kishi bu yerda nurg'un kitoblarni yozib, nihoyatda tom kitoblarni yozib chiqadi. Uyg'urlar to'g'riliq butun Uyg'urning tarixini mana shu kitobda o'qisanglar ham tushunib chiqasizlar. Boshqa kitoblar ishonmasdan Uyg'ur nomi degan kitob chiqadi. Uyg'ur nomi, shu Uyg'ur nomi kitobda hammasi boshdan oyoq yozilib. Bu odam oxiri 83 ga kelgan chog'da mashina voqeasi bilan vafot bo'lib ketdi, 82 yoshida. Ondan boshqa meyadagi siz eng hurmat qiladigan Uyg'urlardan kimlar bor, cho'nglardan? Bularning hayot haqida sizdan ozroq so'zlab berayliklar bormi? Endi bu odamlar ko'p aralashib ketmagan ekan, ko'p bo'lgan bular endi. Endi bularning otlarini o'zim unutib ketdim. Har holda az yoshlarimiz buncha ko'tarilib kelyapti. Mana Uyg'ur teatrimiz o'zingiz ko'ryapsiz, bayg'i madaniy markaz Abdulla Mo'shurov deydi. Bu yana shunday ko'p endi Uyg'urlarning bu yerda endi. Shular endi hammasini yetib ketmaydi ekanman. O'zingiz hayotingizda qilishni orzu qilgan, ammo qilolmagan ishingiz nima? Endi qilolmagan ishim men endi shu bolalarni tarbiyalayman, o'qitaman deb o'zim o'qib yetolmagan shu orzum bor. Yani din tarafdan ham fan tarafdan. Din savodim azroq bor, fan tarafim azroq bor herhalde. Shuni o'qib yetlam. Nima sabab desangiz, shu vaqtdan turmush masalasi. Bir ko'chib kelgandan keyin shu turmushni boshqarib ketamasdi, bolalarni beqishga, shundan sabab bo'lib, anglashga men ko'p o'qib yetolmagan shu meningda bir gunoh bor. Shu ichinishda meni boshqa hech qanday ishim yo'q endi. Shu gap. Sen hayotda qaysi taraflarda o'zim bir yani bu şey Qozog'istonda yashab, nima ko'ngillik yashadim, yani bu ishni qildim, men ko'nglim xo'shal bo'ldi deydigan bir xizmatingiz masalan. Endi bolalarni o'qitdim. Bolalarni o'qitdim, mana shularni mevzusini yo'qotaman. Xudoga shukr, mana pensiyaga chiqib, mana hozir voy opa dada qayerga borsan, qayerga tursan, menglar, yanglar, ishchanglar deb bizni ko'tirib mana vatanga avatyapti. Haramga 3 qitim avatdi. Yani boshqa yerga beringlar deb, shu bolalar bizni mesela yo'lab hozir bizni hech qanday ish qilmasdan mesela hurmatlab yurdi. Men buningga endi xursandman, hech qanday buni arzu-arman boshqa yo'q. Xudoga shukr, mana shu techaman, mana shu bundan o'tib kelsak, bolalar mana shu bizga o'xshab o'sishga degan umidim shu boshqa. Endi meshit Go'rniganda meshit ichilgan. Shu meshitda 12 yil ishladim ham. Meshitda 12 yil ishlab shu meshitniki endi shu meshitdan 12 yil ishlab o'shada xizmat qilib o'tdik. Boshqa qanday ishim yo'q, men shu ham boshqa ish shu.
bundan keyingi hayatınızda arzularınız, yani nemi qilishni o'ylayapsiz? Yani yoki balalaringizdan va yoki butun Uyg'urlardan qanday bir umidlarni kutasiz inshaalloh? Uyg'ur xalqimiz undan yashaykan, balalarim undan yashaykan, ishqimi ballarni uy makonlik bo'lib, nevarlarim o'sha cho'ng bo'lib, undan yashab o'tishga degan umidim shu boshqa. Hörmətli televizor köykülər, şunun bilan bugünkü Hayat Şahitlər proqramımız müşahidə ayaqlaşdı. Xeyir xoş, kelər qitimliq sanımızı görüşəylik.